Tamam obunachilar. Xo'p, obunachilar. Ko'pchilik aka makalar qo'shilmayapman dedi. Makalar qo'shish usuli mana shunaqaki, keyingina joyga qo'yib yuborasiz. Qo'yib yuborsangiz, qochib mana bu Madagaskarimiz. Bu karesimiz mana. Bu Mamotanish makonimiz, kundamiz bu. Mana 1200 o'g'il makoni qizi, Shamoyimiz, Yaponimiz. Bu hali Yaponga gano qo'yganmiz-ku, Qirg'izistonga sotilib ketdi. Xo'rozlar. O'shani ham tana makoni. Bu Shamoyimiz, toza Shamoy mana. Keyin obunachilar. Makon bilan xo'roz turgan paytda обязательно xo'rozni ajratib, mana bunday Germaniyaga serkan bolasini ajratib qo'yganman. Mana. Xo'roz. Qonunni ko'ryapsizlar. Makon tursa ozib ketyapti deydigan insonlar ham bor. Обязательно har kuniga xo'rozni ajratib makondan. Qonun to'g'lamasangiz, xo'roz makonga beraveradi. Joningdan sani, joningdan. Mana. Don suvlarni berganmiz, tuxumini berdik. Mana qonun to'g'labdi, keyin qo'shasiz. Bu tanash xo'rozimiz. Qoringa tepar deydi-ku. Mana. Tanash xo'rozimiz. Bunga xuddi shunaqa don to'kib qo'ysa, maza qilib yuviladi. Yeb bo'lgandan keyin suv donlarini berasizlar, bo'ldi. Xo'p, bu mallakaresimiz. Yana xudo xolasa to'lovlar yetib qoldi, mana bo'yindan ko'rasiz, o'ta chiroyli bo'lgan. Saman deydi-yu. Dumda ozgina qoldi. Buni ham xudo xolasa bo'yinlar to'liq yetgandan keyin qo'shamiz. Orqa tomondagi patlarni to'g'rish kerak. Qo'shamiz. O'ta ajoyib suvetda bu, qaranglar. Qisqa cho'qima kamerani. Aytaqa. Endi bu yangi parvozlarga bir foydam tegsin deyman. Albatta shu makon bilan hozirda hozir tanachi makonimiz sesarka bilan suhbat qilyapti. Har kuniga makondan xo'rozni ajratib qon to'g'layman. Bu makonlar bilan yurgan tanachi xo'rozni ajratib, tuxumdon suvini berib turib, keyin qo'shiladi. Soat 9dan keyin qo'yib yuboriladi. Maşallah. Bu abdültalagadan kelgan hali 1200 o'g'il bilan 5 kilo 800 edi bolasi. Bu hali cho'ja hali. Qadarga kelgan. Alloh razı bo'lsin abdültalagadan.